Assalomu alaykum. Haqiqiy YouTube ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Naq bo'g'ozda lideridan olaman deganlar uchun mana 20 bosh sog'liqlarimiz yetib keldi akalar. Qo'ylarga baho beringlar. Bitta cho'ponni qo'yi hammasi naq bo'g'oz joyidan. Oldi tug'ishni boshlaydi, xolasa 1 oy, 2 oy. Mana haqiqiy liderini so'raganlar uchun qo'yni zo'rlaridan yetib keldi. Mashalloh, qo'ylar suyagi ham zo'r ekan jonivorlar. 5 ta sariq, 15 ta qora. Mana akalar qo'ylar. 80 plusdagi qo'ylarimiz akalar. Qo'ylarga baho beringlar akalar. Bunaqasi kamdan kam akalar. O'zimga ham shaxsan yoqdi qo'ylar. Qo'ylarda lideri keldi shuni o'ringlar akalar. Ularda puliga keladigan bo'lsak akalar 4 million 500 ming so'mdan Toshkentgacha dastavkasini qilib yetkazib beramiz. Xudo xolasa uy oltirib qoladigan vaziyatlar emas. Bitta cho'ponni qo'yi 20 bosh. Tozalaridan akalar. Zo'rlaridan yetib keldi xudo xolasa. Suyayli shu liderini so'raganlar uchun maxsus video bo'ldi akalar bu. Mana haqiqiy qo'ydi zo'rlaridan. Anchadan buni bunaqasi kelgan yo'q edi. Yaqinini so'raganlar uchun mana 20 bosh naq bo'g'oz joyidan akalar. 4 million 500 ming so'mdan Toshkentgacha dastavka qilib yetkazib beraman. 6 ta 8 ta aka ular bular tishlari. 3-4 qoringa bo'g'oz qo'ylarimiz. Xudo xolasa uy oltirib qoladigan vaziyat. Shu ko'kam udor ekan. Xudo xolasa qo'ylar ekta tug'ib bersa, Xudo berdi. Xotimam Xudo berdi. Mana qo'ylarni qaranglar akalar. Kalla boshlari tikka mana qo'y, mash qo'ydigan qo'ylar aka. Xolasa mash qo'y ekta tug'ib bersa, mana qo'ydi lideri. Bo'g'oz so'liqda liderini so'raganlar uchun. Aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat nomerlar qoldirib ketamiz. Manzil Namangan viloyati, Namangan tuman, Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi.